Oydi aka. Mana bu pulni olib kechqurun keladigan Farrosh opaga berib qo'ying. Yaqinda o'g'lini to'yi ekan. Qarnimizdan yordam bo'lsin. Bunaqa pullarni ehson qilishga yetib kelish ham oson bo'lmagan bo'lsa kerak-a. Hammasiga sababchi ayolim. Tuxumdan boshqa hech narsa yo'q degan. Bir amallab shuni pishirib turgan. Kechqurun nasib qilsa bozorlik qilib kelaman. Adasmasiga har doim ishonganman. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Qaddingizni ko'taring. Men ustaman. Oila sharoitim ham bunaqa zo'r emas. Lekin oilamdagi kamchilikni yo'q qilish uchun o'zimni o'qqa cho'g'ga urdim. Har xil ishlarda ishladim. Dastavkada ishladim. Hattoki oilam uchun mardikorchilik ham, gruzchilik ham qildim. Erkak kishi qila oladigan har bir ishni qildim. Ayolim esa tinmay duo qildi. Ey Allohim, hojam ishlarini rivojini bergin. O'zing hamma narsani berguvchi zotsan. Ularga barokatingni ortig'i, afzali bilan bergin. Har qanaqa holatda ham ularning yonida bo'lishga kuch ber. Tinimsiz harakat va ayolimning duolari orqali ishlarim yurishib, o'z tijoratimni boshladim. Menga Italiyadan olib kelgan ko'chatlaringiz yoqdi. Hamkorlik qilishga nima deysiz? Yaxshi bo'lardi. Boshladik. Ayolim men bilan birgalikda boriga shukr qilib, yo'g'iga sabr qilib yashadi. Boshqa ayollarga o'xshab noshukurchilik qilib, hayot yo'llarining yarmida meni tashlab ketmadi. Nimaga qo'l urgan bo'lsam, ayolimning duosi orqali ishlarim o'ngidan kelishni boshladi. Soliha ayolim esa mening hayotimning tubdan o'zgarishiga katta sababchi bo'ldi. Italiyadan har xil turdagi ko'chatlarni olib kirishni boshladim. Ishonchli hamkor topdim. Birgalikda 300 dan ortiq o'simliklar, ko'chatlar, 30 dan ortiq archalarning turlarini olib kirishni boshladik. Hozirgi kungacha 5000 dan ortiq insonlarning uylariga landshaft dizayn qilib berdik. Shahardagi katta biznesmenlardan bo'ldim. Shu kungacha nimalarga erishgan bo'lsam, meni duo qilgan onajonim va sabrli ayolim sababli erishdim. Va shunda tushunib yetdimki, Agar erkak kishini ayoli yaxshi bo'lsa, hamma narsaga erishtiradi. Hattoki jannatga ham. Bu tunni men tashab chiqa qoling. agar ayol yaxshi bo'lsa, erkakni hamma narsaga erishtiradi. Hattoki jannatga ham.